Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi 12 tali ishimiz tayyor bo'ldi. Video davomida batafsil tushuntirib o'tamiz. Ushbu komplektimiz 12 tali yong'oq yog'ochda ishlangan, ranglari shampan, materiallari koreyskiy tugmali qilib ishlangan. Stulimiz old taraflariga gullar o'yilgan. Sidina qismiga 12 sm, spinka qismiga 3 sm masalga qo'yganmiz. Stulimizni orqa taraflari pardalarga moslab pardali broshkali qilib ishlangan. Qonimizga keladigan bo'lsak, rossiyskiy MDF dan tayyorlangan, razmeri eni 1.20, uzuni 3.60. Qonimizni ust qismiga akvarium qo'yib berganmiz. Qonimizni oyoqlari plastmassa simal oyoq qo'yib berganmiz. Bu komplektimiz 6 metrdan kattaroq xonalar uchun mo'ljallangan. Bu komplektimizni Navoiy viloyati Qiziltepa tumaniga tayyorlab berdik. Narxi 9 million so'm. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston respublikalariga kargo orqali yetkazib beramiz.